Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Vitor Royes Abduqodir Ruslanov haqida gapirdi va shu haqda batafsil. Manchester City braziliyalik futbolchi Vitor Royes o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Ruslanov haqida gapirdi va bu haqda City Extra nashri o'zining X'dagi sobiq Twitter sahifasidan ma'lum qildi. Futbolchi shaharliklar matbuot xizmatiga bergan intervyusida Manchesterga kelgan paytidagi qiyinchiliklar va Husanov bilan yaqin bo'lib ketganligi sabablarini aytib o'tdi. Husanov bilan bir vaqtda klubga kelganman va shu bois u bilan tezda yaqin do'st bo'lib qoldik. Jamoaga yangi kelganimiz uchun klubdagi ko'pchilikni yaqindan tanimasdik. Birinchi kuni u bilan birga qahvaxonaga bordik va ko'p narsalarda birgalikda harakat qildik. Hozir Abduqodir bilan aka-ukadekmiz. Dastlabki kunlar til borasida qiyinchiliklar bo'ldi. Na men, na u ingliz tilini yaxshi bilmasdik. Ko'p narsani bir-birimizga imo-ishoralar orqali tushuntirardik, deydi Vitor. Ma'lumot uchun, Abduqodir Ruslanov qishki transfer oynasi paytida Lensdan Manchester Cityga o'tgan edi. Reys esa Braziliyaning Palmeiras klubidan shaharliklar a'zosiga aylangan. Husanov joriy mavsum ingliz klubi tarkibida 9 ta uchrashuvda ishtirok etib, bitta gol muallifiga aylangan. Braziliyalik himoyachi 3 ta bahsda City sharafini himoya qilib kelmoqda, deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like bosishni